Mangu ligasining prelim kardi darajasi main karddan deyarli farq qilmaydi. O'zbek MMA'sida o'z nomi va o'rniga ega bo'lgan jangchilar liganing prelim kardini yondirib berishi aniq. Prelim kardda Muhammadjon Qurbonov, Mavlud Tifiyev, Zafar Rashidov, Shohjahon Temirov va yana bir qator taniqli o'zbek jangchilari oktagonga ko'tariladi. Birinchi turniridayoq haqiqiy professional MMA ustalari ishtirokidagi yorqin janglarga muxlislarni o'rgatib qo'ygan Mangu ligasi jamoasi ikkinchi turnir kardini ham yanada kuchli va sifatli qilib tuzdi. Endi navbat janglarga va jangchilarga. 25-aprel kuni Humo Arenaga tashrif buyuradigan va janglarni teleekran qarshisida tomosha qiladigan muxlislar bu turnirni butun umr yodda saqlab qolishlariga kafolat beriladi. Shiddatli janglarning emotsiyasini yanada kuchliroq his qilish uchun 25-aprel kuni Humo Arenaga tashrif buyuring va 18:00 da start oladigan to'qnashuvlarda hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlang.